Akalar, mana oylikni eshitgan amerikaliklar O'zbekistonga viza olishda ochilib turgan emish. Bitta ko'ring. Bosh muhandisi Mirhusanov Mir hokimning 2025-yil oktyabr oyi hisob-kitoblari. Bu yerda bosh muhandisning oylik maoshi 59 million 492 ming so'mdan oshadi. Sversutoshniye 81 million 787 ming so'm. Sversutoshniye bu xizmat safarlari, komandirovkalar uchun beriladigan mablag'. Bu metropoliten rahbarlaridan biri Salixov Ulug'bekning 2025-yilning avgust oyi hisob-kitoblari. Hisoblangan ish haqi 62 million, ammo plastik kartaga o'tkazilgan mablag' 152 million so'mdan ziyod. Hujjatda 104 million 500 ming so'mlik bir martalik to'lov ham bor. Yana bir hujjat. Ergashev Doston. Bu yigit metropoliten bosh muhandisining ammasining o'g'li. Uning 2025-yilning iyun oyidagi oylik hisob varaqasini ko'ryapsiz. Hisoblangan oylik 25 million, lekin plastik kartaga o'tkazilgan mablag' 95 million so'm. Bu yerda ham 72 million 800 ming so'mlik bir martalik to'lov mavjud. Mirhusanov Mirolim bosh muhandis, Mirhusanov Mir hokimning tug'ishgan ukasi. Hisoblangan mablag' 16 million. Plastik kartaga tushgan pul mablag'i 88 million so'm. Bu yerda ham yana 72 million 800 ming so'mlik to'lov. Ana endi metropoliten rahbari Rahmonjon Usmonovning oylik maosh hisob varaqalariga bir nazar solamiz. O'tgan yilning noyabr oyida bu kishi 83 million 254 ming so'mdan ziyod maosh olgan. 2025-yilning dekabr oyidagi hisob varaqasiga qarab esa aqlimiz shoshdi. O'sha oyda Rahmonbek Usmonov janoblari 686 million 840 ming so'mdan ortiq maosh olgan. 2025-yilning yanvar oyida 70 million, aprel oyida 97 million, shu yilning mart oyida esa 88 million so'm oylik maosh olgan.